Bu qiz rostdan shunaqami yoki shunaqa qiladimi? Bilasizlar, men oddiy narsalardan ham xursand bo'lib yashashni xohlayman. Bitta morojniy olsam ham men shundan ham quvonch izlayman. Shu qandaydir bir mo'jiza. Xullas, men shunaqa qizman. Hozir insonlar agar bilsalaring quvonmay qo'ygan. Barcha narsa tabiiy holdek bo'lib qolgan. Masalan, tug'ilishimizda o'zi bir mo'jiza, tug'ilganimizdan keyin atrofdagi olam yosh bola uchun bu katta mo'jiza bo'ladi. Lekin hozir atrofdagi olamdagi narsalar insonlar uchun mo'jiza emas, hech narsa, chunki tabiiy hol. Chunki biz u tug'ilganimizdan buyon barcha narsalar mujassam, tayyor bo'lganligi uchun ham biz u narsalarga mo'jiza sifatida qaramay qo'yganmiz. Shuning uchun men shunaqa qilib olib chiqishni xohlayman. Har bitta arzimagan narsadan ham quvonch ko'rishni xohlayman. Quvonch baxsh etishni, uni xuddi mo'jizadek qabul qilishni istaganligim uchun men shunaqa qilib kontentlar olganman. Menimcha buni yomon tomoni yo'q. Xuddi mo'jizalarni hozir insonlar yo'q deb o'ylaydi, lekin atrof to'la har bitta mo'jiza. Dunyoni Alloh taolo yaratgan bo'lsa, atrofimizda to'la tabiatimiz to'la mo'jizakor qilib yaratgan. Shuning uchun har bitta narsaga shukr qilib yashash kerak. Shuning uchun men shunaqa qilib videolar, kontentlar olganman.